Hasan ismli sohiblari odatda odamlarning qalbini bir ko'rishda zabt etish qobiliyatiga ega ekanligini bilarmidingiz? Arab tilidan kirib kelgan bu ism shunchaki yaxshi degani emas, u go'zallik, mukammallik va oliyjanoblik tushunchalarini o'zida birlashtiradi. Psixologik nuqtai nazardan Hasanlar ichki xotirjamlik va vazminlik timsolidir. Ular har qanday tartibsizlik ichida ham muvozanat topa oladigan tug'ma tinchliklardir. Bu ism egalari o'ta mas'uliyatli bo'lib, yaqinlari uchun ishonchli qalqon vazifasini o'taydilar. Ularning so'zi va amali doimo bir joydan chiqadi. Siz bilmagan sirli fakt shundaki, Hasanlar tashqi ko'rinishdan o'ta kuchli va mag'rur ko'rinsalarda, aslida qalbining tubida juda nozik va san'atga moyil tabiatni yashirib yuradilar. Aziz Hasan, sizning borligingiz dunyoga tartib va fayz bag'ishlaydi. O'zingizni asin. Ushbu videoni o'zingiz bilgan Hasan ismli eng yaqin insoningizga yuboring.